Assalomu alaykum, bizni YouTube kanalimizga kuzatib boruvchi obunachilar. Xo'p, men ismim Jahongir. Biz mana shu O'zbekistonga почти 9 yildan beri mana shu Sterlok firmasiga tegishli bo'lgan chorva texnikalarini biz olib kiramiz. Xo'p, bularni endi hozir sizga bitta-bitta ko'rsatib, fabrikalarni sizga obzor qilib tushuntirib beramiz. Xo'p, mana uzoqdan kengroq olishingiz mumkin. Bir 20 xildan ko'p fabrikalarimiz bor. Xo'p, bularni endi hozir bitta-bitta tushuntirib beradigan bo'lsak, aslida mana shu 5 tasini o'zi qiladigan ishi, 5 tasini qiladigan ishi bitta. Endi buni obyomi boshqa bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga hozir tushuntiraman. Bularning motoriga keladigan bo'lsak, o'zi motorlar ikkiga bo'linadi, misli va alyuminli. Xo'p, bizda alyuminli motorligi ham bor, misli motorligi ham bor. O'zbekistonda mashhur bo'lib kelayotgan fabrikalardan bittasi o'sha to'rtburchak fabrikamiz. Xo'p, endi bularning qulayligini sizlarga tushuntirib beraman. Setkalarni endi hamma ko'rgan. Xo'p, yem mahsulotlariga shakar kepak qilib beradi, xo'p, sulus qilib beradi, yorma qilib beradi. Katta mol qo'ylaringizga yirikroq xashak chiqarib beradi. Xo'p, endi bu yerga hop bir xillarga, masalan, mana bu ikkalasi pashti bir xil. Lekin xarakteristikasi ikki xil. Bir xillarga xo'p, yonboshdan setka solinadigan qulay deyiladi. Har doim ustini ochib o'tiramanmi men deyilganlar buni tavsiya qilamiz. Bir xillarga xo'p, buni olinadi-da. Setkasi ichkaridan solinadi. Maxaveklarga keladigan bo'lsak, bu maxaveklik 7 mm qalin maxavek bo'ladi. Buni og'irligi o'zi 16 kg og'irlik. Tishlari ham kuydirilgan, segmentli, kuydirilgan bo'ladi. Buni tishlariga biz o'zimiz shaxsan hop 100 tonnagacha garantiya beramiz. Xolasa 100 tonnagacha, xolasa 1 yilgacha garantiya beramiz bu apparatlarga. Okey, malotkovoylari buni 4 8 ta oddiy listdan emas, bu ikkilik listdan qilingan malotkovoylar. Uncha-munchaga qaytmaydi, bu ham sinmaydi. Hammasi gayka boltli, yechib almashtirishga qulay narsalar bular. Masalan, qachonlarda 3-4 yildan keyin ketadigan bo'lsa, bitta 12 gayka bilan shuni yechib turib, o'rniga boshqa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bularda hamma zapchastlari bizda bor. Noldan terib olaman degan mijozlarimizga ham noldan hamma zapchastlarimiz bor. Demak, Jahongir aka, birinchi model bilan ikkinchi modelning farqi faqatgina setkasini olib solinishida. Xuddi shunday, setkasini olib solinish. Kimga bu qulay, kimga bu qulay. Quvvatlarini ham aytib o'taylik. Quvvatlari, xo'p, 5,5 kilovatli, 3000 obrotli mis motor. 5,5 kilovat, 3000. Bir soatda qancha yuk chiqarib oladi? Xo'p, 1 soatda endi keladigan bo'lsak, 5,5 kilovat bo'lgandan keyin 400 kilodan 600 kilogacha minimalni setkasini almashtirishiga qarab 400 dan 600 kilogacha bug'doy bo'ladimi, arpa bo'ladimi, makka jo'xori bo'ladimi, libboy don mahsulotlaringizni 400 kilodan 600 kilogacha setkasini almashtirishga qarab chiqarib beradi bemalol. Demak, tushunarli. Keyingi modelimiz. Xo'p, keyingi model alyuminli so'ragan klientlarimiz, mijozlarimiz uchun alyumin motorli. Bu endi bularga qaraganda sal kichikroq bo'ladi. Lekin bu ham bulardan qolishmaydi pashti. Marhavek, malotkovoylari, hop, hammasi buni qulayligi, strixovkasi 3 tomondan yopiladi, 4 tomondan. 3 tomondan yopiladi deganingiz bu zakripkalar. Zakripkalari bu tomondan ham asosiysi bu tomondan. Hop, buni ichiga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi bunga o'xshaydi, kuydirilgan, segmentli, 12 ta, 8 ta, 20 ta tishli. Bu ham xuddi gayka boltli, yechib, almashtirib, o'zingiz qo'ldan qilsangiz bo'ladi. Bu jabrali deyiladi, akula jabrali deyiladi. Mana bunaqa narsa o'zimiz afisonni qo'ydirib kelamiz Xitoydan. Bu nimaga kerak? Hashak mahsulotlarini tepaga yana qaytarib otvormaslik uchun. Chunki bu 1 sekundda 1 deganingiz 60 marta aylanadi. Demak, motor aylanish quvvati 3000 obrot. Endi 3000 desa ko'plar tushunmaydi. 3000 obrot degani 1 minutda 3000 marta aylanadi. 1 minutda masalan sekundga bo'ladigan bo'lsangiz, 1 deganingizda uje 60 marta aylanadi bu apparatni o'zi. Tushunarli. O'shaning uchun hashak tepaga otvormaslik uchun mana bunaqa jabralar o'zimiz qo'ydirib kelamiz. Xo'p, bezopasnisi ham ancha yaxshi. 4 tomondan zakropkalari bor. O'chirib yoqish knopkalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, endi avtomati bor o'zini. 32 amperli avtomat qo'yilgan. Nagruzkaga 10 sekund ichida nagruzkada o'zi avtomatik tashaveradi. Tushunarli. Bu demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi modellar deyarli o'xshash ekan. Deyarli o'xshash. Qizilini ko'ryapman. Bu dizayni boshqacharoq. Xo'p, endi bu qizil haqiqatan dizayni boshqacharoq. O'zimiz buni proyekt qilib, qo'lda chizib, Xitoyga zakaz berib, o'zimiz yasatganmiz. Endi xo'p, buni qulaylik tomoni birinchidan og'zi katta.
keyin bu yerga don mahsulotlari ham pastda 60 kilodan ko'proq don mahsulotlari ketadi bemalol. Masalan, bir xillar bularga 40 kilo ketadi, ketsa bularga 60 kilo. Hadda ustiga ag'lari o'tirmaydi. Bitta qopda tashlaydi, bo'ldi. Ketadi, o'zini ishini qilib ko'radi. Buni demak qulaylik tomoni o'sha. Keyin hashak solib qo'yadi, sekin o'zi drabilka o'zi avtomatik tushilaveradi. bor o'zi, regulovkasini ochib qo'yadi. Mana bu yerda regulovkasi bor. Surib qo'yilgan. Regulovkasiga o'zi tushib ketadi. Bemalol qolgan ishlarni bitirib ko'rsa bo'ladi. Bu 60 kiloni masalan bir 5 minut, 6 minutlarda chiqarib beradi. Hashakka ham xuddi shunaqa, og'zi katta, bitta pressda bemalol uzog'i bir 1 minutga bormaydi. 35-40 sekund, 35-40 sekund ichida bitta katta metrovoy pressizni chiqarib beradi bemalol. Segmentlariga keladigan bo'lsak, Jahongir aka, segmentlari buniki qanaqa? Segmentlari ham xuddi birinchi apparatimizga o'xshagan. Buniki ham hammasi kuydirilgan, almashtiradigan gayka boltli. Segmentlar 4 dan 8 ta. Buni endi tishi sal unga qaraganda 4 ta tishi ko'p. Unda 20 ta bo'lsa, bunda 24 ta. Nimaga 24 ta? Chunki buni obyomi katta, motori ham kuchliroq, o'shaning uchun ko'proq tish qo'yilgan. Shu joyda bitta savol paydo bo'ldi Jahongir aka. Mana bu tishlari kami nimjonroq, ko'pi baquvvatroq hisoblanadimi? Bu nima farqlari bor? Yo'q, hamma shunaqa deydi. Masalan, o'zimizda ishlab chiqarayotgan drabilkalar ham bor. Endi o'zimiz ishlab chiqarilgan mana bu Maxaveyga deyiladi, mana bu Jugulini anaqasi qo'yilgan deyiladi, Apurniga qo'yilgan deyiladi. U o'zi aslida drabilkaga nima kerak? Minimalda 5-6 mm Maxavey. Undan qalini ham qalin, ingichkasi ham ingichka. Qalin bo'lgani uchun, qalin bo'lsa, baribir motorot birinchi oborot olayotganda qiynaladi. O'shaning uchun jami-muncha 10-12 mm Maxaveyga uncha ko'p odamlar qiziqmash kerak. Tushuntirdim, o'shaning uchun nagruska bo'lib qoladi. Buni Maxaveyga mana ko'rsangiz bo'ladi, 6 mm Maxavey. Aytganimdek, tishlari standartni tishlar. Masalan, bu yerga yana 4 ta tish qo'yganda ham foydasi bo'lmaydi. Bu yerdan masalan 4 tishni olib tashlaganda ham foydasi bo'lmaydi. Chunki standart o'zini, chunki 1 degan aytdim, 1 deganda 60 marta aylangan payti bu yerga yana 28 ta tish qo'yganingizdan foydasi bo'lmaydi. Chunki оборот hisobiga u o'tkazib yuboradi baribir. Tushunarli. Bu modelning quvvati qanaqa? Bu modelda ham xuddi 5,5 kilovatli misli motor bo'ladi. 5,5 kilovat. Xo'p, aytganimdek 10 sekund ichida baland tokka nagriskada o'zini tashlab oladi, past tokka xo'p 160 gacha bemalol ishlaydi. 160 dan pastiga ishlatib qo'ymasligini tavsiya qilamiz klient mijozlarimizga. 160 dan tepasiga aytgan rezultatingizni qilib beradi. Har bitta drabilkamizga o'zini pasporti deyiladi, o'zini pasport o'ziga yopishtirilgan bo'ladi. Soatiga qancha, necha kilo, qachon ishlab chiqarilgan, hammasi o'ziga yozilgan bo'ladi. Olmoqchi bo'lgan klient mijozlarimiz bemalol o'shanisiga qarab xarakteristikasini bilib olsa bo'ladi. Tushunarli. Keyingi modelimiz. Keyingi model ham xuddi birinchiga o'xshaydigan, buni ham yonboshdan ochiladi. Bu alyuminli bu. Alyuminli. O'shaning uchun pashti bir xil. Mana aytdim boshida 5 ta apparatimizni qiladigan ishi bitta, faqat funksiyalari sal boshqacharoq, ixchamlik qulayliklari sal boshqacharoq. Demak, bu ko'k modelimiz birinchisidagi bilan bir xil, farqi faqat motori. Motori bir xillarga misli motor deydi, menda to'kim yaxshi mis ber deydi, bir xillarda alyumin menda so'q pastroq deydi. Endi alyumin nima uchun? Alyumin to'ki sal pastroq bo'lsa ham ishlab bera oladi. Misli masalan 200 dan tepa bo'lsa, misingiz zo'r effekt beradi. Alyumindan effekt beradi, endi sal oboroti kamayish hisobiga, lekin 160, 150 gacha ham alyumin ishlab beradi bemalol. Narxida nech pullar farq bo'ladi? Narxida misli bilan alyumin uncha katta raznica, ja borsa 100 ming so'm raznica qilishi mumkin. 100 ming yo 50 ming so'm raznica qilishi mumkin. Tushunarli. Va oxirgi modelimiz. Oxirgi modelimiz ham bu ham alyuminli. Bularga qaraganda sal kattaroq, endi nimasi kattaroq? Buni bunkuri sal kattaroq. Bir xillarga masalan kichikroq, bir xillarga kattaroq. Yosh bolalar ishlatadi, katta yoshdagilar ishlatadi. Katta yoshlar masalan ko'p mana qilmaydi. O'sha uchun pastroqni tavsiya qilamiz. Bularga mana kattaroq. Bu ham xo'p, tishi setkalari qo'yib yonboshdan solinadi bu ham. Qulayligi o'sha birinchidan. Buni ham motori 5,5 kilovatli alyumin hisoblanadi. Bu ham mana ko'rgan bo'lsangiz, ularga qaraganda sal buni tishi boshqacharoq. Materiali sal yuqoriroq. Maxaveyga 4 tali 4 mm maxavey. O'shaning uchun bu arzonroq. Endi hammasi hech kim masalan 2700, 2800 minglik ola olmaydi. 2 million so'raganlarga 2 millionlik, 2 million 100 minglik, 2 million 300 ming, 2 million 700 ming, plus 3,5 milliongacha universal drabilkalarimiz bor. Bemalol narxini mana shu
mana shu apparating desa, biz o'shani keltirib, bemalol o'sha aytgan narximizda bera olamiz bemalol. Tushunarli.